Kredit to'lash imkoniyati yo'qolganda qilinadigan eng katta xato bu bank qo'ng'iroqlaridan qochish yoki undan yashirinishdir. Muammolardan qochish uni kattalashtiradi xolos. 2026-yil 23-yanvardagi kuchga kirgan qoidaga ko'ra, endilikda sizda kredit ta'til olish huquqingiz bor. Bu nima degani? Endilikda bank oldidagi qarzdorligingizdan qochib yurmaysiz, balki uni qonuniy muzlatish choralarini va yo'lini ko'rasiz. Agar ishingizni yo'qotsangiz, daromadingiz yo'qolsa yoki boshqa og'ir ahvolga tushib qolsangiz, mazkur qoida sizga 6 oygacha kredit to'lovlarini to'xtatib turish imkoniyatini beradi. Homiladorlik va tug'ish ta'tilidagi ayollar uchun bu muddat 10 oygacha cho'zilishi mumkin. Siz uchun eng muhim kafolat shuki, ta'til davrida sizning qarzdorligingizga bir so'm ham peni yoki jarima yozilmaydi. Kreditingiz muammolar ro'yxatida bo'lmaydi. Eng muhimi, kelajagingiz uchun sizning kredit tarixingiz top-tozaligicha qoladi. Bank bilan hissiyotlar orqali emas, yuridik tilda gaplashish kerak. Biz siz uchun barcha asoslovchi hujjatlarni tayyorlaymiz. Arizangizni qonuniy shakllantirib beramiz. Xotirjamlikni qaytarish uchun direktga ta'til deb yozib qoldiring.